Uylanma. Agar sen hali o'zingni boshqara olmasang, hissiyotlaringni, jahlingni jilovlay olmasang, uylanma. Agar bir kun yaxshi, bir kun yomon gapirsang, bugun va'da berib ertaga unutib qo'ysang, uylanma. Ayol ko'ngli o'yinchoq emas. Sevgi ham vaqtincha kayfiyat emas. Agar u seni kutayotgan paytda sen do'stlaring bilan bemalol yuraversang, agar u senga ishonayotganida sen o'zingni o'ylasang, agar u boshini senga qo'yganida sen mas'uliyatdan qochsang, uylanma. Oila qurish bu faqat yoqtirib qoldim degan so'z emas. Uy qurish uchun poydevor bo'lganidek, oila uchun erkakning yelkasida mustahkam mas'uliyat bo'lishi kerak. Ayol suyanchiq izlaydi, bolalar ota izlaydi. Agar sen bunga tayyor bo'lmasang, orzularni yarim yo'lda sindiradigan bo'lsang, uylanma. It is haram, haram, haram. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى. Instagramda juda ham go'zal bir narsa o'qib qoldim. Unda aytilishicha, agar hayotim juda ham yomon, hayotimda har narsa ag'dar-to'ntar, hech narsa to'g'ri tekis ketmayapti desangiz, yaratgan shunday derkan: bu yomonmi? Sen yomonni ko'rmabsan. Kutib tur, senga ko'rsataman. Buni o'rniga agar hayotim juda go'zal, hamma narsa mukammal, hammasi yaxshi, Xudoga shukr desangiz, yaratgan shunday derkan: bu yaxshimi? Sen yaxshilarni ko'rmabsan. Kutib tur, senga ko'rsataman. Allohim, menga nasib qilmaydigan narsalaringdan meni yiroq qil. Qalbida menga muhabbati bo'lmagan insonlarni mendan uzoqlashtir. Taqdirimga bitgan narsalaringni orzu qilay. Peshonamga yozilgan juftni esa menga xayrli va barakotli qilib bergin.